Bu Kudi Tower. O'zbeklarni eng yoqtirgan mehmonxonalardan biri. Reseptionga bu yerda kattagina joy ajratilgan. Qachon qaramang, mana shunaqa kiyimdagi yigitlar tozalab yurishadi. O'shaning uchun ham o'zbeklarga yoqadi. Bu hamma yoq pokiza bo'lgani uchun. Bu otelimiz bizda komfort paketida, chunki komfortlari rostdan ham ko'p. Keling birma-bir ko'rib chiqamiz. Xonalarga ketdik. Bu bizda 4 kishilik xona. 4 kishilik xonada shaxsan o'zim ham yotib ko'rdim. Ko'rib turganingizdek hamma narsasi deyarli yangi. Komfort otelda mavjud bo'lishi kerak bo'lgan hamma narsa mana shu yerda bor. Bu qulayliklarda men o'zimni xuddi bir Yevropani otellarida turgandek his qilyapman. Otelli egasi do'ppini otganmi bilmayman, hamma narsasi keng. Bu uni masjidi. Haramgacha agar avtobusda boraman desangiz, avtobus yurgandan keyin 5 daqiqa, 7 daqiqalarda yetib borasiz. B2 kompaniyasida qulay, standart hamda komfort tariflarida o'zbek ovqatlar, o'zbek andijonlik yigitlar, mana lag'mon, KFC, mastava, qovurilgan karishka, kecha manti, somsalar yegandik. Agar sizlar ham ota-onam ovqatdan qiynalmasin desanglar, o'zbekcha taomlar bo'lsin desanglar, o'zbeklar tayyorlagan o'zbekcha taomlar bo'lsin desanglar, hoziroq aloqaga chiqinglar.